Amerikalik olimlar hozirgina shunday tajriba o'tkazishdiki, bu ilm fanni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Ular sinov naychasida odam miyasini o'stirishdi va uni kompyuterga ulashdi. Va siz ishonmaysiz, bu miyani o'z ongi bor. Barchasi oddiy hujayralardan boshlandi. Ular neyroto'qimalar hosil qildi. So'ng miyaga o'xshash tuzilma shakllandi. Hatto chaqaloq miya to'lqinlarni chiqara boshladi. Olimlar uni kompyuterga ulashdi, virtual olamga yuborishdi. Eng hayratlanarlisi, bu sun'iy miya kompyuter o'yinlarini o'z-o'zidan o'rganib, o'ynay boshladi. Natijada esa bu tirik miya sun'iy intellektdan 1000 barobar tezroq o'rganayotgani aniqlandi. Ammo eng shok holati shundaki, olimlar miyani kompyuterda o'rnatilgan kapalak simulyatsiyasiga ulashdi va u o'zini haqiqiy kapalak deb his qila boshladi. U ucha oladi, gulga qo'nadi, changlatadi, lekin o'zi kompyuterga ulanganini bilmaydi. Endi savol, sizningcha bu tajriba ilm-fan uchun katta o'zgarishmi yoki axloqiy xavfmi? Fikringizni izohlarda yozing. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.